Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari, Telegram kanalimiz, YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan Norin Agrobok. Bugun juma 9-iyun. Badam ko'chatlarimiz ilk marta karbamid solishimizga qaramay o'sishi past. Mana bu keyingi ikkinchi ekkanlarimiz 23 24 bo'lsa 24 25 ekkanlarimiz mana shu holatda mana. Qandaydir moddalar yetishmaganligiga o'xshab hozir endi o'shanga ammoniy, sulfat ammoniy solyapmiz. Kaliy. Shu ko'chatlarimiz bilan e'tibor bersangiz, ilk marta ko'mdik karbamid. Shu shoxlari ana bu tomonga qaraganda ancha past. Tomonlarimiz. Endi mana hozir shu holatini eslab qolamiz, qanday natija ko'rsatar ekan. Ammoniy sulfat dorimiz. Mana ikki tomoniga ketmani urib bir siqimdan solib chiqdik. Mana bular mana o'sish ajoyib. Yoshi 24 ekilgan bo'lsa, ola ekkanlarimiz 25. Bu orqadagilar ancha past. Shu ahvol mana. Bu mana o'skin. Avji mana shunaqa. Bu tomondagilarimiz mana bunda ham mana sarg'ayish bor. Temir modda yetishmovchiligi tomonda. Mana 24 dagilar rivoji o'ta kuchli rahbarlari. Chimdiganlarimiz mana shoxlayapti. Eng balandlarini oldin chimdib qo'ydik, tenglashmasin deb. Birinchi oldim. Tomonlarimizda avji mana baland. Birinchi yilgilar. Uzum ko'chatlarimizdan mana shu holatda. Mana badamimiz uchoshli. Ikki tomondan ko'mayapmiz dori. Shunday qilib. Shu 24 ekkanlarimiz. Bularda mana nishoni ham bor. Meva. Yongan sochi bir hovuch. Bizda bir hovuchimizda emas, nabiramiz hovuchida bir hovuchdan solyapmiz. Belirsa balandligi uchun yerga ozroq solyapmiz. Yo'qlarga sal mo'lroq soldik. Badamlarimizga bunaqa kasallik tushibdi. Hidi ham qurish bor mevasida.
Demak, qurt tushgan mana. Yaqinda ham yo'q edi, birpasda qurt tushibdi. Odamga qurt tushishini endi kuzatishimiz. Nishonalari ham mana shu kasallik tugagandan beri bor, mana qurib qolish doni. Mana bu ham mana bandi. Mana qurt tushgan ekan. Qurtga qarshi ham doralashimiz kerak ekan odamlar, demak. Hop, mana yaqinda obzor qilgan edik. Gazı kesish, yasir kesish orqali shakllantiramiz, shoxlatamiz degan mavzuda mana kesganimizdan natijasida rivojlanayotgan shoxlar. Mana bunisiga ham yangi shoxlar suryapti. Salomat bo'laylik, yangi mavzulargacha.